Huquqni muhofaza qilish akademiyasi korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida xalqaro standartlarga muvofiq faoliyat yuritish borasida muhim bosqichni bosib o'tdi. Gap shundaki, akademiyaning korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati ko'magida Sword International tashkiloti tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi xalqaro standarti bo'yicha auditdan o'tkazilib, akademiyaning odil sudlovni mustahkamlash sohasidagi o'quv uslubiy, ilmiy va ekspert tahliliy faoliyatiga muvofiqlik sertifikati topshirish marosimi o'tkazildi. Akademiyaga taqdim etilgan xalqaro sertifikat korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi samarali joriy etilgani, barcha jarayonlar shaffoflik, halollik va hisobdorlik tamoyillari asosida tashkil etilgani hamda xalqaro talablarga to'liq javob berishni tasdiqlaydi. Mazkur hujjat akademiyada korrupsiya xavflarini aniqlash, baholash va bartaraf etish bo'yicha tizimli yondashuv shakllanganini namoyon etib, boshqaruv jarayonlarida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bugun Yevropa Ittifoqi O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi ISO xalqaro standarti bo'yicha sertifikat olganini tantanali ravishda e'tirof etdi. Ushbu sertifikat akademiyada poraxo'rlikka qarshi kurash tizimlari samarali yo'lga qo'yilgani hamda korrupsiya xavflarini aniqlash va oldini olish bo'yicha shaffof mexanizmlar mavjudligini tasdiqlaydi. Bu yutuq nafaqat xalqaro hamkorlar, balki kelajakdagi hamkorlar uchun ham muhim ishonch belgisi hisoblanadi. Shu bilan birga akademiya talabalari uchun ham ijobiy namuna bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni bu yerda nafaqat korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha nazariy bilimlar beriladi, balki ichki tizimlarda ham amaliy choralar joriy etilmoqda. Mazkur sertifikat Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan hamda GIZ hamkorligida O'zbekistonda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan loyiha doirasida amalga oshirilgan ishlar natijasida qo'lga kiritildi. Korrupsiyaga qarshi kurash bugun akademiyamizning eng muhim ustuvor yo'nalishlardan bo'lib turibdi. Bu faqat so'zda emas, balki prezidentimiz tomonidan qabul qilinib kelayotgan farmon va qarorlar asosida tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Huquqni muhofaza qilish akademiyasining o'zida korrupsiyaga qarshi kurash mexanizmi joriy etilgan. Akademiyada korrupsiya manfaatlar to'qnashuvi haqida xabar qilish uchun ishonch telefoni va XMQ Antikor Telegram boti orqali xabar berish imkoniyati ta'minlangan. Shuningdek, tadbir davomida akademiyada prokuratura organlarining shaxsiy xavfsizlik tarmoqlari xodimlari ishtirokida o'tkazilgan compliance xizmatini tashkil etish va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha malaka oshirish o'quv kursi tinglovchilariga sertifikatlar topshirish marosimi bo'lib o'tdi.